Shumkalari bor ekan. Xullas arzon narxda Nexia 2 1.6 motorda sotuvga qo'yamiz. Aka, bitta mashina haqida batafsil ma'lumot aytib o'tsangiz, motori, xarajatlar qayerda bor, qayerda yo'q, aytib o'ting shuni. Yili 2014. Motor hadovoyida ishi yo'q. Motor hadovolari yaxshi qilingan motorlari. Erberda petnosi bor. Petnos bor. Aytib o'ting, shu petnos qayerda bor? Udari yo'q, mashinada? Udari yo'q. Kirilloda degan. Ha, eshik pastlarida bor. Tushunarli. Balonni ko'rsatib o'ting, Inspira kalpaga turibdi, o'rta holatda balon hatto qo'ydirib olasiz tishdan oldin. Ha, motor qo'ydirib olasiz. Aytib o'tganimizda shunchasi bor. Marhamat. Probega qancha dedingiz akajon? Probeg 2600. 2,5 krug. 2,5 krug yurgan ekan mashina. Aka, narxini shunchalik arzon qo'yishimiz kerak. Bizani ko'rganlar norozi bo'lmasin, qimmat video qo'yapti, qimmat mashina qo'yapti deb. Orqa qismini ko'rsatib o'ting. Video registrator ishlaydimi aka? Ishlaydi aka. Bagajni ko'rsatamiz, metani bor ekan. Metani bor. Aka, narxini yakson deydiku, shunaqa qo'yaylik. Bermagan narxingizga qo'yamiz. Qancha qilib bozor? To'g'risini aytavering aka. Bozor qancha qildi? Bozor 4 qildi bermadik. Ozroq 4 ga 4000 ga biron nima qo'shilsa beraveramiz. 4000 ga bermadingiz? Yo'q. 4000 ga bermadim deyaptilar. Bozor 4 qilgan ekan. Yana 1 so'm qo'shsang berib yuboradilar. Endi yaqin aka bilan o'zlari bilan kelishasizlar. Dokumentga muammo bo'lmaydi. Yo'q, muammo. Odamlar aka o'z dokumentga ko'p aldanib qolyapti. Unga ham ehtiyot bo'lasiz dokumentga. Iloji boricha generalni emas, ahvolini qilib olinglar. Generalni bersak bo'ladi. Bo'ladi aka. Tushunarli. Telefon raqamini ayting, qoldiramiz. 94 94 280 66 66. 16 16. $4000 ga yana 1 so'm qo'shsang beriladi. Nexia 2 sotuvda.